Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Binance orqali pul kiritish hamda pul yechib olishni ko'rib o'tamiz. Do'stlar, Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Hozir mana bizda Binance'imizdan asosiy aktivlar bo'limiga o'tamiz hamda Spoti bo'limiga o'tadigan bo'lsak, hozir bizda mana $42 pulimiz bor. Keling, hozir sizlar bilan mana shu pulni qanday qilib so'm qilib olib, ya'ni Humo kartamizga yechib olishni ko'rsatib o'taman. Sizning pulingizni o'tkazib olasiz. Agarda misol uchun Futures yoki boshqa bo'limda o'tadigan bo'lsa, mana o'tkazish bo'limi bosib, misol uchun spot bo'limiga o'tkazasiz pulingizni. Spot bo'limiga pulingiz o'tgandan so'ng mana USDT ning ustiga bir marta bosamiz. Do'stlar, mana summani ustiga bir marta bosdik. Bosganimizdan so'ng mana USDT qo'shish degan mana shu tugmaga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang. Hozir biz buni sotmoqchimiz, ya'ni sizlarga sotish jarayonini birinchi navbatda ko'rsataman. Buning uchun mana bu eng pastdagi tugmani bosamiz. Bosganimizdan so'ng biz mana tepaga misol uchun USDT, pastga misol uchun mana TRX degan ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu joyga sizlar UZS, ya'ni O'zbekiston so'mini tanlab qolarsiz. Mana UZS deydigan bo'lsangiz, mana O'zbekiston so'mi kelib chiqadi. Mana bir marta bosasiz va do'stlar, bu joyda mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Minimalniy sotish miqdori misol uchun mana 16.86, ya'ni $17 ga yaqin summa misol uchun sotsa bo'ladi minimal. Maksimal esa $840 gacha sotsa bo'ladi ekan. Hozir misol uchun keling, hozir men mana bu pullarimni hammasini sizlar bilan misol uchun yechib olishga ko'rsataman. Mana $42 yozadigan bo'lsak, mana bu o'zida pulimiz mana so'mda 502 ming bo'ladi ekan. Buni sotish uchun mana orderga ramz solish degan tugma bor. Bosamiz va hozir bizda mana shu summani sotib olamiz sizlar bilan birgalikda. Qarang, bu yerda mana valyuta kursi ko'rsatilgan. Mana $1 11.864 so'm ekan. Confirm bosamiz va bizda hozir mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda biz misol uchun ya'ni USDT so'mimizni, ya'ni USDTni so'm qilib olsak bo'ladi. Mana 499 ming bo'ldi. Endi misol uchun kursga qarab misol uchun bu pul o'zgaradi. 499 mingdan hozir sizlar bilan yechib olishni ko'rsataman. Yechib olishni mana UZS yechib olish degan joyi bor. Yoki keling sizlarga boshdan ham ko'rsataman. Hozir bir minut, bir daqiqa mana. Hozir bizda mana misol uchun Spoti bo'limida mana so'm bo'ldi. So'm bo'lgan payti ustiga bir marta bosamiz hamda mana yechib olish degan tugmani bosadigan bo'lsak, hozir bu yerda misol uchun biz yechib olsak bo'ladi. Davom etishda bosamiz. Bosganimizdan so'ng do'stlar, hozir mana davom etish degani bir marta bosamiz va hozir misol uchun sizlarga yechib olishni ko'rsataman. Mana yechib olish uchun bu joyda misol uchun o'zingizning kartangizni tanlaysiz. Misol uchun qaysi karta bo'lsa shu kartani tanlaysiz. Ya'ni bu joyga Humo kartalaringizni kirishingiz kerak. Agar sizda do'stlar misol uchun shu joyda yechib olish jarayonida misol uchun karta qo'shilmagan bo'lsa, ustiga bir marta bosasiz. Qarang. Mana bosasiz. Bosgandan so'ng mana yangi karta qo'shish degan joy bor. Yangi karta qo'shish degan joyni bosib, misol uchun mana shu Binance kimning nomida bo'lsa, shu odamni misol uchun nomidagi Humo kartasini kiritasiz. Kartani tanlaymiz va tasdiqlashni bosamiz va misol uchun necha pul yechmoqchimiz? Misol uchun hamma pulni yechmoqchi bo'lsangiz, mana maksimalniy miqdorda yechib olishni bo'lsangiz, hamma pullar yoziladi. Do'stlar, bir narsa aytib o'tishim kerak. Misol uchun pul yechishda 1.5% misol uchun komissiya bor. Mana 499 mingga mana 7488 so'm, ya'ni 7489 sen bo'ladi. Shuncha misol uchun komissiya olinyapti. Bizning kartamizga tushadigan pul 491.749 so'm pul tushadi ekan. Orderga ramz solish degan tugmani bosib, misol uchun yechib olsak bo'ladi. Tasdiqlashni bosamiz. Tasdiqlashni bosganimizdan so'ng hozir bizda misol uchun ya'ni kirish misol uchun tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Hozir men kirish ma'lumotlarimni kiritib olib, pullarni yechib olaman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz hozir pullarni yechib oldik. Endi hozir keling sizlarga shu pul kelib tushganini ko'rsataman. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu Click'ta rasmiy Telegram boti. Bu misol uchun botga bemalol kirib olsangiz bo'ladi. Click'ta o'ziniki. Mana misol uchun nomi ham mana Click o'zi saytingiz kelib chiqadi Telegram boti. Endi hozir 18:20 ya'ni 1 minut oldin hisobimda 15 ming so'm balansda pul bor edi. Hozir yana bir marta bosaman, balansga bosadigan bo'lsam, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizning Humo kartamizga misol uchun mana 494 ming pul kelib tushgan. Mana oldin 3100 so'm pul bor edi, mana 494 ming bo'lgan. Ya'ni 491 ming so'm bizning balansimizga pul kelib tushdi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun pullarni yechib olsangiz bo'ladi. Endi sizlarga hozir qanday qilib misol uchun depozit qilishni ham ko'rsatib o'taman. Qarang, depozit qilish uchun biz yana USDT deb qidirib olamiz. Yo'qdan xohlasangiz USDT deng, xohlasangiz mablag' qo'shish. Ya'ni mablag' qo'shishga bosamiz. Mana spot bo'limiga kirdik va mablag' qo'shishga bosamiz. Bosganimizdan so'ng hozir bu joyda misol uchun biz
ya'ni depozit qilishimiz kerak. Mana birinchisini bosamiz. Bosganimizdan so'ng O'zbekiston so'mini, ya'ni menda birinchi turibdi. Agar sizda chiqmasa UZS deb yozasiz. Yozganingizdan so'ng bizga mana shunday ma'lumot o'tadi. Mana depozit qilish degan tugma bor. Mana o'zi depozitda turibdi. Davom etishga bosamiz va hozir sizlarga karta orqali pul to'ldirish ko'rsataman. Misol uchun do'stlar, mana 20 ming so'm pul kiritadigan bo'lsak, mana minimalda 20 ming so'mdan boshlanadi. Agar misol uchun mana 200 ming kiritaman desangiz, mana 200 mingga bosadigan bo'lsangiz, mana 200 ming so'mga mana 195 ming sizlar misol uchun Binance'dagi hisobingizga pul kelib tushadi va 5 ming so'm komissiyaga ushlab qolinadi ekan. Hozirroq to'lash degan tugmani bosasizlargina shu Humo kartangiz orqali misol uchun pulni to'ldirib olsangiz bo'ladi yoki bu joydan misol uchun o'zingizga kerakli misol uchun kartangizni tanlab qoldirasiz va depozit qilib olsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa tartibda bo'lsa, misol uchun bemalol depozit qilib olasiz. Keyin do'stlar, yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Pul kiritib olasiz. Pul kiritib olgandan so'ng sizning hisoblaringizga so'm bo'lib ko'rinadi mana bu joyda. So'm bo'lib, u so'mni keyin qanday qilib USDT qilib olishni ko'rsataman. USDT qilish uchun hisobingizda misol uchun qanchadir so'm ko'rinadi va dollarda bo'ladi. Buni misol uchun USDT qilish kerak. Buning uchun mana mablag' qo'shishni bosasiz yana bir marta. Bosganingizdan so'ng mana bu joyda mana UZS bilan xarid qilish degan joyi bor. Mana 4-inchisi. 4-inchisining ustiga bir marta bosamiz. Bosgan paytimiz do'stlar, mana bu joyga misol uchun biz so'm yozamiz. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun so'm yozamiz. Minimalda 200 ming so'm ekan mana. 200 ming so'm yozadigan bo'lsa, qarang, mana bizning 200 ming so'm pulimiz mana 16,7 ya'ni 16,7 dollar bo'lar ekan. Buni misol uchun orderga rams solish degan tugmani bosib, misol uchun qilib olasiz. Hisobingizda misol uchun qancha pul bor? Misol uchun keling, 500 ming so'm pul bor deylik. Mana 500 ming so'm pul 41,7 dollar bo'ladi ekan. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, bemalol pul kiritib, misol uchun pullaringizni USDT qilib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun pullaringizni kiritib yechib olsangiz bo'ladi. Video tushunarli bo'lgan degan umiddaman. Do'stlar, agarda mana shu videomiz yoqadigan bo'lsa, sizlardan, ya'ni bizga donat sifatida ozroq misol uchun 1 dollarga 2 dollar pul yuborsangiz juda ham xursand bo'lardim. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, agar donat yubormoqchi bo'lsangiz, bu avvalambor do'stlar, misol uchun xohishingiz, misol uchun ko'ngildan chiqargan holatda misol uchun yuborsangiz bo'ladi. Agar yubormayman desangiz ham xafa bo'lmaymiz. Agar yuboraman desangiz, hozir misol uchun video tagida hamda kommentariyada misol uchun Binance ID raqamini tanlab tashlab qoldiraman. Hozir sizlarga mana shu Binancedan qanday qilib pul yuborishni ham ko'rsataman. Do'stlar, buning uchun yana spot bo'limiga o'tamiz va yuborish degan bo'lim bor. Hisobingizda misol uchun qancha dollar bo'ladigan bo'lsa, buni misol uchun farqi yo'q. Dollar ko'rinadi, pul ko'rinadi. Pul ko'ringandan so'ng mana yuborish degan bo'limga bosasiz. Shu yuborishga bossangiz bo'ldi. Keyin mana bu birinchisidan mana send to Binance userga bosasiz. Userga bosganingizdan so'ng hozir sizlarga misol uchun mana bu joyda mana Binance ID deydi. Ya'ni Binance IDga misol uchun kirasizlargina. Men misol uchun ID raqamini tanlab tashlab qoldirganman mana. Mana shu 724 846 308 misol uchun mening Binance ID'im. Mana shu Binance ID'ga misol uchun ko'ngildan chiqargan holatda misol uchun pul yuborsalaringiz bo'ladi. Avvalambor misol uchun ko'ngildan chiqargan holatda, bu majburiy emas. Misol uchun mana minimalni misol uchun mana 1 dollar ham yuborsangiz bo'ladi. Agar 1 dollar yuboradigan bo'lsangiz, sizdan hech qanaqa komissiya olinmaydi do'stlar bu joyda. Misol uchun 5 dollar bosasiz va davom etishda bosib, tasdiqlab misol uchun pul yuborsangiz bo'ladi. Hech qanaqa komissiya olinmaydi. Bu avvalambor misol uchun ko'ngildan chiqarilgan holatda tashlaysiz. Agar misol uchun tashlash niyat bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, hammaga omad. Videomiz yoqqan bo'lsa, YouTube ham Telegram kanaliga obuna bo'ling.